Endi hozir nasosni bunaqa uzoq vaqt ishlamay turgan nasos hozir saysam ishlamashi kerak aslida. Ko'ramiz hozir nima bo'ladi. Mana. Eshitdilar? Qaraga ham ko'rinmaydi. Taxmin qilganman men buni shunaqa bo'lishini. Endi buni o'chiramiz. Buni bo'shatamiz. Buni bo'shatib, bu yerdagi parrakda bu yerda xudo xolasi ishlaydi. Tak, kadrlar o'rnashlar mana. Shu boltni ko'ryapti degan umiddaman sizlarga. Shu boltni bo'shatamiz. Tak. Keyingisi bu yoqda. Buni bo'shatamiz. Hop. Endi 3-bolti ham bor. Buni qanday bo'shatamiz? Buni bo'shatish uchun mana buni bo'shatishimiz kerak. Buni bo'shatish uchun ichga suv oqadi. Suv oqadi mayli endi. Ko'p oqargan ekan. Buni yopib turishimiz kerak ekan. Chunki bosim bor ekanda nasosda. Teshilib qolibdi, og'ir bo'lib qolibdi. Buni bo'shatamiz va parrakni chiqaramiz. Ko'rib turganlaringdek mana shu qatib qoladi do'stlar. Bo'ldi, ishlaydi endi. Tak. Ko'ringlarmi? Bu birinchi pretenziya bo'ladi. Endi mana ikkinchisi. Teshilib qolgan mana shu suvni oqizamiz. Podvalda spesialniy kanalizatsiya qilingan, nasak suvchi shunaqalar uchun. Chunki bu yerda kanalizatsiya qilinishdan sababi kir mashina qo'yilgan. Shunaqa parvo отопленияni nimasi bor. Mabodo endi qachondir bitta dachik ishlamay qolib, suv toshib ketsa, shu yer tortib ketadi hamma suvni. Mana. Toshni eshityapsizlarmi? Teshilib qolgan kamera. Zang suv chiqyapti ichidan dajimani. Hozir damni ko'ramiz. Bormi, yo'qmi? Bu yerdan. Ichida suvdan oqizib olaylik-da. Og'ir bo'lib turibdi. Qatiraveraylik. Qadrli obunachilar, joyidan ko'rsataman sizlarga. Taysanligi bormi? Bor. Mana bismillah. Buni almashtirishimiz kerak. Katta rol o'ynaydi bu. Teshilib qo'ygan bo'lsa. O'zi aslida yaqinda almashgan bu, 1 yil bo'ldi. Nima sababdan? Xato ish qildik shu yerda qatirib, chunki parrakni qo'yib olishimiz kerak edi. Mana. Ko'rdinglarmi? Havo yo'q. Havo yo'q. Chunki bu teshilgan, birak. Bu teshilsa ham nasosni bir xil ishlashiga katta rol o'ynaydi. Juda ham katta rol o'ynaydi. Tak, hozir biz buni bunday qilib qo'yamiz. O'rniga tushdimi? Bitta samarasini o'rniga qatirib olamizda.
O'ylaymanki bir foydali video bo'ldi deb o'ylayman, chunki ko'p odam nasosim ishlamay turgan edi, ishlamay qoldi, nima qilsa bo'ladi degan ko'p savollar kommentariyada tushyapti. Ishonmasanglar kirib o'qishinglar mumkin video taglarini. Hop. To'g'risini aytsam, shu bo'ldi tushira olmayapman. Xo'p, yana bir bor aytib o'tamiz. Uzoq vaqt nasos ishlamay turgan bo'lsa, birinchi sabab shu bo'ladi. Parrayda aylantirasiz, ishlab ketadi. Xo'p. Ikkinchisi, hozir buni teshilib qo'yganini bildik biz, bochkani. Ichidagi grushasi teshilganini bildik. Qanday bilinadi? Bo'shatib chiqardim, og'ir bo'lib qolgan. Shu ichi suvga to'lib qolgan. Shundan. Xo'p, endi bunisini joyiga qatiramiz. Qolgan montlarni buni keyin qatiramiz o'rniga. Endi qaranglar, qadrli obunachilar, nasosni yoqaman. Ketdi. Bu hozir bochkaga olib boradi. O'chmayapti. Ko'rdinglarmi? Bu suv tortyapti. Bu yerga olib qadaldi. Nasos o'chmayapti. Nimaga? Bunda havo yo'q. Bu teshilgan. Shu sababdan. Xo'p, endi ikkinchisi, to'kka suqilgan holatda, hamma kranlik yopiq holatda nasosim bir ishlab o'chib yonyapti degan savolning javobi mana shu обратный klapan deyiladi. 2 dona bolti bor. Boltni bo'shatasizlar. Amerikankani bo'shatasizlar. Buni отдельный o'zini mana germetik qo'yganman, mana germetik surib qatirganman. Shuni chiqarasizlar. Ichida обратный klapan bor yoki musor turib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Musor tursa ham shunaqa bo'ladi yoki klapani o'lgan bo'lishi mumkin. 40 ming so'm turadi, 25 ming so'mga olganimni eslayman bir paytlar. Shuni qo'yasiz, o'rnini qatirasiz. Agar hech joyda utechka yo'q bo'lsa, обратный klapanni qo'ysangiz, nasosingiz o'chib yonishi yo'qoladi. Xo'p, qadrli obunachilar, yana nima deyman? Hozir ikkita mana 3 ta narsani nasos bo'yicha 3 ta narsa aytib o'tdim sizlarga va yana bir narsa atvertka.